Assalomu alaykum barchaga. Agar siz Facebookda target reklamasi bilan shug'ullanadigan mutaxassis, biznes egasi yoki marketing mutaxassisi bo'ladigan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Va bir eslatma bor. Agar siz oldingi tizim bilan hozir metada reklama yo'qotayotgan bo'lsangiz, siz aniq pul yo'qotyapsiz. Va bugun xudo xohlasa ayni shu mavzu bo'yicha gaplashamiz. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi 2026-yilda narxni 3 barobar tushirish, umumiy natijani yaxshilash va metani yangi qoidalari, yangiliklar bilan gaplashib o'tamiz. Amaliy praktik dars bo'ladi xudo xohlasa. Darsni oxirigacha ko'ring. Boshladik. Endi quyidagilarni ko'rib chiqamiz. Bugungi asosiy mavzuyimiz quyidagi topiklarga bo'linadi. Birinchi o'rinda 2026-yilda meta algoritmi qanday o'zgarganligi haqida gaplashamiz. Ikkinchi o'rinda men real loyihamda bir misol uchun natijani 4 barobar arzonlashtirganim haqida gaplashamiz. Real case ni ko'rib o'tamiz. Uchinchi o'rinda Ads Manager'dagi reklama kabinetimizdagi eng so'nggi o'zgarishlar, tavsiyalar va hokazo funksiyalar haqida to'liq gaplashamiz. To'rtinchi o'rinda qanday qilib hozirgidan natijalarni yaxshilash va sotuvlarni tizimli yo'lga qo'yish, qanday qilib sotuv tizimini qilish, aynan target reklamasida qanday qilish kerakligini bugun ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik. Natijada mana shu darsdan keyin sizda metani yangi algoritmini yaxshi tushunasiz, hozirgidan ancha yaxshi tushunasiz, yangiliklardan boxabar bo'lib, eng so'nggi ma'lumotlar olasiz va target natijalaringizni hozirdan sezilarli darajada yaxshilashga muvaffaq bo'lasiz, xudo xohlasa. Endi maxsus bonus bor. Darsni oxirigacha ko'rganlarga 1000 plyus chekli loyihalar olish bo'yicha maxsus bonus darslik beriladi. Agar siz darsni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, mana shu bonusni qanday olishni dars so'ngida sizga aytaman. Endi dars boshlashdan oldin men tanimaganlarga qisqacha o'zim tanishtiradigan bo'lsam, ismim Shovqatdin Mahmudov, 5 yillik amaliy tajribaga ega bo'lgan internet marketologman. Oxirgi 6 oyda reklamaga $200,000 ko'proq byudjet sarfladik umumiy loyihalarimizda va mana shu byudjetni boshqardim. Shu paytgacha 50 dan ortiq loyihalar bilan ishlaganman. Oxirgi 6 oyda 500 dan ko'proq reklama kompaniyasini ishga tushirganman. Mana shu muddat davomida 1000 dan ko'proq kreativlarni test qildim. Va hozirda kursimiz bor. Mana shu dasturimizda o'quvchilarimiz $600 dan $2000 gacha daromad qilishadi. Endi hozirda ko'pchilik targetolog va biznes egalari shu holatda, ya'ni mana shu muammolar bilan qiynalib kelishadi. Aynan targetda, misol uchun natija narxi oshib ketishi. Oldin misol uchun 10 sent, 30 sent edi va hozir endi $1, $2 ga misol uchun narxlar 3-4 barobar ko'tarilib ketganligini guvohi bo'lyapmiz. 4-o'rinda, misol uchun keyingi o'rinda auditoriya tanlab charchagan, qaysi auditoriyani tanlashni bilmaydi va natija yo'qligidan shikoyat qilishi mumkin bo'ladi. Kompaniya 2-3 kun ishlaydi, maksimum keyin natija bermay qo'yadi. Reklama qotib qoladi deydi yoki yaxshi ishlamaydi deydi. Va hokazo qanaqadir panika bo'lgan so'zlar, gaplar, shunaqa muammolar bor. Lead keladi, mijoz keladi, lekin sotib olmaydi. Har xil sifatsiz leadlar kelishi ortidan sotuvlari ancha past. Har kuni Ads Manager ochadi va stress qabul qiladi. Bunda qaraydiki, siz ham agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bergansiz, natija misol uchun yo'q, reklamangiz kam odamga ko'rsatyapti, muammo nimadaligini bilmaysiz va har doim o'sha reklama kabinetidan stress olasiz. Bugun xudo xohlasa mana shular haqida gaplashib o'tamiz. 2026-yilda meta algoritmi to'liq o'zgardi. Nega? Chunki meta har misol uchun ijtimoiy tarmoq o'zini sistemasini mukammallashtirish ustida ishlash fonida Facebookda ham aynan o'zgarishlar bo'ldi. Aynan bu meta targetingda ham juda ko'p katta inqilobga sabab bo'ldi desak bo'ladi. Meta yangi Andromeda algoritmini ishga tushirdi. Ya'ni bu funksiya emas, qanaqadir bosadigan knopka emas, qanaqadir reklama kabinetidagi qanaqadir biz boshqara oladigan funksiya emas bu. Andromeda degan narsani oldin kimdir eshitgan yoki eshitmagan, bu algoritmik sun'iy intellekt tizimi. Bu orqa fonda ishlaydi. Misol uchun biz reklamamizni sun'iy intellekt tizimi o'sha kerakli auditoriyaga top ko'rsatadi. Mana shu ishni endi hozir Andromeda amalga oshiradi. Bu Andromeda AI tizimi oldingi Metani o'zini eski tizimiga qaraganda 10,000 marta kuchaytirilgan deylik sun'iy intellekt tizimi bo'ldi. Endi 2026-yilda meta butunlay o'zgardi, ya'ni targeting butunlay o'zgardi. Andromeda degan AI tizimi ishlashni boshladi. Bu degani endi mana shu yerga e'tibor beradigan bo'ling. Mana shu 3 ta o'zgarish bo'ldi. Endi biz auditoriya tanlamaymiz. Ya'ni metani o'zi bizga kerakli auditoriya o'zi topib beradi. Biz misol uchun oldin qaysi auditoriyani tanlasam ekan, qanaqa qiziqish kiritsam ekan, qanaqa xatti-harakat kiritsam ekan degan savollar bilan yurganimizda, mana shu muammolar bilan, savollar bilan yurardik. Endi hozir biz u savollarni berishimiz kerak emas. Endi targeting emas, kreativ hal qiladi. Ya'ni
targeting endi ishlamaydi. Qaysidir ma'noda bu bir-biriga qanaqadir zid so'z bo'lishi mumkin, gap bo'lishi mumkin, lekin bu haqiqat. Nega? Chunki biz endi hozir mana aynan buni hozir ko'rsatib o'taman. Misol, targeting qiladigan joyimizda, ya'ni reklama guruhimizda biz endi u yerga e'tibor bermasak ham bo'ladi. Nega? Chunki kreativ o'zi bu narsani hal qiladi. Endi ko'p reklama guruh emas, ya'ni bitta kompaniyaning ichida oldin bir nechta guruhlar agar qilgan bo'lsak, lekin hozir bu ishlamaydi. Nega? Chunki hozirgi mana shu yangi tizim bizdan soddaroq bo'lgan reklama kompaniyasi strukturasini talab qiladi. Biz mana shu bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi. Andromeda targetologga qaraganda ancha aqlliroq, endi u sizni reklamangizni ko'rsatishni sizdan yaxshiroq biladi. Ya'ni Andromeda bizga qaraganda, odamga, mutaxassisga qaraganda ancha aqlli. Ya'ni biz sun'iy intellekt tizimiga o'ziga qo'yib bersak, bizga yaxshiroq, arzonroq va biz xohlagan natijani olib kelib beradi va bizga, misol uchun kerak bo'lgan auditoriyani endi u o'zi tanlab ko'rsatadi. Kelishdiga? Endi keyingi o'rinda stabil natija tizimi, ya'ni stabil degani bu barqaror, misol uchun hamma xohlaydiki, reklamasida doimiy yaxshi natijalar, misol uchun lead keladigan bo'lsa, soni masalan stabil doimiy yaxshi bo'lsin. Misol uchun sotuv bo'ladigan bo'lsa, stabil doimiy bo'lsin. Va mana shu tarzda o'sib boradigan bo'lsa, stabil degani bu barqaror degani. Kelishdiga? Strategiyalar, to'g'ri algoritmda doimiy tahlil stabil natijaga eltadigan asosiy yo'l hisoblanadi va mana shu stabil natija qanday qilishni tizimini haqida gaplashamiz. Endi birinchi o'rinda birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish kompaniya strukturasi va bitta ABO kompaniya va bitta broad adset, o'nta kreativ va hokazo mana shu usullardan foydalanamiz va hozir e'tibor bering, birga bu narsani amalga oshiramiz. Dars boshida qisqa aytib o'tib ketaman, iloji bo'lsa mana shu dars bilan parallel siz ham o'sha kamchiliklaringizni hozirda reklama yoqqan bo'lsangiz yoki endi yoqadigan bo'lsangiz, reklama kabinetingizdagi o'zgarishlarni parallel kuzatib, bir-biri bilan solishtirib, kamchiliklaringizni ko'rib ketishni tavsiya. Endi qarang, mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, biz reklama kabinetimizda e'tibor bering, mana kompaniya strukturamiz, bitta kompaniya va uning ichida faqatgina bitta guruh bo'lsin, advantage kompaniya, ya'ni sun'iy intellekt tizimini o'ziga biz qo'yib berishimiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun mana bu kompaniyani chekiradigan bo'lsak, bir loyihamizda mana bitta kompaniya, bitta misol uchun guruh, mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Mana bitta kompaniya, bitta guruh va ichida bir nechta kreativlari bo'lsin. Shu 10 tagacha atrofida bo'lsin. Biz shaxsan qanaqa ishlatamiz? 5 tadan shu 10 tagacha kreativlar qo'yamiz. Mana shu yerda 5 ta kreativni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana shu deylik kompaniya strukturasi bizda hozir eng optimal, mana shu oxirgi sun'iy intellekt tizimiga mos bo'lgan, yaxshi ishlaydigan usul hisoblanadi. Biz shaxsan mana shu usullar yordamida, mana shu kompaniya strukturasi orqali biz deylik hozirda loyihalarimizda ishlashni boshlaganmiz. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz, kompaniyani 5-7 kun ishlashiga qo'yib bering, darrov o'chirib qo'ymang. Stabil natija xohlayapsizmi? Yaxshiroq sizga, misol uchun sizga kerak bo'lgan auditoriyani kelishini sizga xohlayapsizmi? Reklamangiz yongandan keyin 5-7 kungacha unga umuman tegmang. Ya'ni boshida misol uchun qimmat bo'lishi mumkin, boshida natija yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin bitta narsa bor. Sizni misol uchun mana shu reklamangizni ishga tushirib, mana shu algoritm sizga kerak bo'lgan auditoriyani topishga ketadigan muddat minimal 5 va 7 kundan iborat bo'ladi va mana shu 5-7 kunga agar siz rioya qilmaydigan bo'lsangiz, siz agar yana qaytadan reklama yoqadigan bo'lsangiz, bu qayta o'rganish tizimiga tushadi va natijada sizni reklamangizni misol uchun yana boshqatdan o'rganishni boshlaydi. Sizning natijangiz bu degani cho'zilib boradi. Biz misol uchun reklama yoqamiz, bo'ldi, tegmaymiz. Kamida 5 kun, 7 kun. Kelishdiga, mana shu 5-7 kun qoidasiga qat'iy amal qiling, chunki boshidan erta xulosa chiqarish bu xato hisoblanadi. Davom etamiz. Endi uchinchi qiladigan ishimiz, stabil natija xohlashim kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga ko'p sonli kreativlarni test qiling. Kamida 10 ta, 20 ta kreativlarni bir vaqtni o'zida test qilish kerak bo'ladi. Shaxsan o'zim bir vaqtni o'zida 20 tadan ko'proq kreativlarni test qilishga harakat qilaman. Mana ya'ni reklama kabinetidan ko'radigan bo'lsak, mana hozir bir daqiqa, mana guruh reklama bosqichiga o'tadigan bo'lsak, bir vaqtni o'zida bizda 30 bitta kreativlarimiz ishlashda aktiv ishlayapti. Kelishdiga, ya'ni bir vaqtni o'zida bir qancha kreativlarni test qilish bizdan misol uchun asosiy vazifamiz hisoblanadi. Nega? Chunki hozirda Facebook boya gaplashganimizdek, deylik natijani faqatgina kreativdan oladi. Endi
Bir loyihamizda CPL ni, ya'ni lead narxini 4 barobargacha arzonlashtirdim va buni qanday amalga oshirdim. Misol uchun mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, mana 20 sent atrofida 7000 dollardan ko'proq byudjet ketgan. 7500 bu taxminan deylik 2 haftaga to'g'ri keladigan muddatda shunaqa natija bo'ldi. 2 haftadan oshiqroq vaqtda, ya'ni uzoq muddatda arzon narxda ushlash va mana shu stabil narx deylik natijani qilish uchun qanaqa struktura, qanaqa strategiya qildim. Qisqacha buni tushuntirib o'taman. Mana bu yerda aniqdan ko'radigan bo'lsak, bizda mana 3000 dollar byudjet ketdi va bizda 5500 ta lead kelgan. Bu 54 sentdan tushdi. Va mana bu strukturani agar ko'radigan bo'lsak, bizga natija uchun narx taxminan 60 sentga yaqin atrofda tushgan, lekin biz buni 3 barobar, 4 barobar arzonlashtirganmiz. Mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Bunda ham endi sekin-sekin oxirida narxlar qimmatlashib boshladi. Bu uchun nima qildim? Natija uchun narxni 4 barobar arzonlashtirish uchun nima qildim? Birinchi navbatda soddalashtirilgan kompaniya strukturasi va to'lov deylik byudjet boshqaruviga e'tibor berdim. Misol uchun mana bitta kompaniyani chekiradigan bo'lsak, hozir endi bular ishlamayapti. Reklama aktiv emas va mana e'tibor beradigan bo'lsak, birga bir kompaniya, ya'ni bitta misol uchun kompaniya ichida bitta guruh bor. Advantage kompaniya qilganman. Mana birov targeting qilganman. Hech qanaqa qiziqishlar kiritmaganman bu yerga. E'tibor bering. Ya'ni siz ham mana shu narsaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, aytaylik, yaxshiroq natija olishingiz mumkin bo'ladi mana. Hech qanaqa qiziqishlar yo'q. Misol uchun yosh chegarasini faqatgina qo'yganman. Butun O'zbekiston bo'yicha bizga kerakli auditoriyani faqatgina kreativdan topadi. Ya'ni mana misol uchun bitta kompaniya ichida 5 ta kreativlari bor. Mana masalan e'tibor beradigan bo'lsak, narxlari ancha yaxshi, optimal holatda mana 5 ta misol uchun bo'lgan. Misol mana saytga tashrif buyurish tezligi 80% atrofida, lead rate'imiz 54% atrofida natijani ko'rsatib beryapti. Va mana shu stabil deylik 2 hafta mobaynida stabil natijani qilishga muvaffaq bo'ldik. Undan tashqari misol uchun mana middle of funnel kompaniyasi bor, ya'ni bu retargeting auditoriyasi. Bu degani bizga qiziqqan lekin xarid qilmagan mijozlar bor. Mana shu mijozlarga ham auditoriyasini tanlagan holatda bularga ham retarget kompaniya qilsak bo'ladi. Ya'ni misol uchun mana byudjetni ham undan keyin yana bitta sekret. Misol uchun mana byudjetni ABO qilib kiritganman mana bu yerga. Mana ko'radigan bo'lsak 170 dollar. Lekin aslida boshida bu 100 dollar atrofida edi. Masalan, byudjet kiritganingizdan keyin 10 dollar kiritdik deylik. Mana bu yerga 10 dollar kiritdik va buni har kuni oshirib borishingiz kerak bo'ladi. Agar natija uchun natijalar sekin-sekin o'sha 5-7 kundan keyin yaxshi bo'ladigan bo'lsa, buni byudjetimizni misol uchun 10% dan sekin-sekin oshirib borish kerak bo'ladi. Birdan byudjetni oshirib yuborish bu bizga deylik natijamiz qimmatlashishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun 10-20 qoidasi bor. Byudjetingizni oshiradigan bo'lsangiz, 10%-20% oraliqda, farqi yo'q, 15% mi yoki 10% yoki 20% yoki undan ko'p bo'lishi kerak emas, lekin mana shu chegarada siz byudjetingizni oshirib borishingiz kerak bo'ladi. Bu bizda 3-tavsiya. Kreativlar juda turli tuman. Misol uchun mana 1, 2, 3 4, 5, 6 ta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, hammasiga har xil kreativlarni ishlatganmiz. Bu bizda 4-deylik usulimiz hisoblanadi. Bundan tashqari, mana kompaniya strukturasiga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, middle of funnelda 3 ta guruh bo'ladi. Bu retargetda shunaqa ishlaydi. Misol, retargetda 3 ta guruh qo'yamiz va bunga CBO byudjet turini tanlaymiz. Kompaniyani o'zi hal qiladi. Qaysi kompaniya yaxshilaganini bizga o'zi ko'rsatib beradi. Mana shu deylik mana byudjetni to'g'ri qo'yish, misol uchun bizga kerakli bo'lgan byudjet misol bir kunlik 400 dollar atrofida bo'ladigan bo'lsa, o'sha 400 dollar qilamizda kompaniyaga taqsimlab chiqamiz, to'g'ri taqsimlaymiz. Buni har bittasini shu 100 dollardan atrofida taqsimlasak bo'ladi 4 ta kompaniyaga. Va undan keyin o'sha byudjetni oshirish kerak bo'lganida 10%, 20% atrofida biz oshirib borishimiz kerak bo'ladi va mana shunda natija uchun narx ancha yaxshi, stabil natijalar bizga olib keladi. Undan tashqari kreativlar maksimal darajada ko'p bo'lishi kerak. Nega? Chunki kreativ qancha ko'p bo'lsa, biz o'shandan bilib olamizki, kreativlarimiz, deylik, yaxshi ishlangan kreativlar bizga ko'proq natija olib keladi. Kam sonli kreativlar bilan arzon, stabil natija qilish qiyin masala. Endi biz e'tibor beradigan asosiy joyimiz bizda reklama kabinetiga e'tibor beramiz. Reklama kabinetida mana hozir siz ham mana shu yerda parallel kuzatib borsangiz bo'ladi. Reklama kabinetida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, nimalarga e'tibor berish kerak degan savolga bugun javob olasiz. Endi 2026-yilda Meta Ads Manager'da, ya'ni targeting reklama kabinetimizda juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Ulardan bittasi, misol uchun mana deylik Meta Business Assistant, ya'ni bu Business Assistant bizga nima beradi deydigan bo'lsak, misol uchun mana bir ikkita kompaniyamiz tahlil qilib berdi. Bu bizga
assistent, yordamchi. Ya'ni mana shu reklama kabinetimizda nima bo'ladigan bo'lsa, hamma savollarga javob beradi. Ya'ni har bitta funksiya nima vazifasini bajaradi, har bitta misol uchun kompaniyamiz qanaqa ishladi, har bitta kreativ qanaqa ishladi va misol uchun bizga eng kerakli bo'lgan, masalan, tavsiyalarni o'zi tahlil qilib bizga beradi. Ya'ni mana shu reklama kabineti ichidagi. Misol uchun buni qanday foydalanish mumkin bo'ladi? Men shaxsan o'zim reklama kompaniyalarimni tahlil qilishda bu narsani ishlataman. Ya'ni mana bizga kerakli bo'lgan ikkita kompaniyani tanladik misol uchun. Va mana bu yerga yozamiz. Endi bu kimdadir ruscha bo'ladi, kimdadir o'zbekcha, inglizcha bo'ladi, lekin adashmasam o'zbekchasi hozircha yo'q. Misol mana deylik translatordan, ya'ni tarjimondan foydalanib, misol uchun foydalansak bo'ladi mana. Can you deylik misol uchun. And best. Mana men bu yoqqa yozdim. Sen mana shu kompaniyalarni analiz qilib bera olasanmi va menga eng yaxshi maslahatlarni ber. Ya'ni mana shuni analiz qilish jarayonida. Ketdi, mana bosamiz. Bosganimizdan keyin agar buni bunaqa qiladigan bo'lsak, kattaroq bo'ladi. Endi bu mana gathering degani datalar yig'yapti, o'zi yig'yapti, analiz qilyapti va mana ketdi bizga. Misol uchun mana vazifa analiz natijalarini beradi. CTR qanaqa, natijasi qanaqa va oxirgi 30 kunda qanaqa natijalar bo'ldi. Misol uchun mana oxirgi 30 kunda siz deyapti 209 ta messaging oldingiz misol uchun. Kelishiga mana bu kompaniya 47 sentdan, bunisi 60 sentdan va hokazo. Misol uchun mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana hammasini deylik detalli yozib chiqdi. Undan keyin o'zini recommendationlar, mana tavsiyalarini berib o'tyapti. Kelishiga bu bizda birinchi bo'lgan o'zgarishlardan bittasi hisoblanadi. Endi asosiy o'zgarishlar yana kompaniya ichida bo'lgan, misol uchun mana kompaniya ichiga kiradigan bo'lsak, misol mana xo'p, bu yerda bizda bu yoqda yo'q ekan kompaniya bosqichida. Endi guruh bosqichiga o'tadigan bo'lsak, mana bir qancha o'zgarishlar bor. Hop. Endi pastroq tushamiz. Bizda ko'p ba'zi bir funksiyalar yashiringan holatda bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Masalan, mana show more controls degani bu ko'proq nazoratni ko'rsatish. Pastga tushadigan bo'lsak, masalan, istisno qiladigan auditoriyalar mana bu yerdan kiritish mumkin bo'ladi. Yoshini minimumni mana bu yerdan belgilasak bo'ladi. Masalan, kimdir agar shu narsada yosh bilan bog'liq muammoga duch kelgan bo'lsa, mana shu joydan belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va deylik, lokatsiya belgilaydigan joy auditoriyadan teparoqqa chiqqan, mana audiensiya sal teparoqqa chiqqan va mana shu yerdan biz yig'ishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari mana til bor, undan tashqari pastroq tushadigan bo'lsak, kimni retarget qiladigan bo'lsak, mana pastroqqa tushgan bu funksiya. Yosh chegarasi mana bu yerdan topsak bo'ladi. Keyin kimga, erkaklarga ham, ayollarga ham degan joyda mana bu funksiyani tanlasak bo'ladi. Qiziqishlarni mana bu yerdan kiritsak bo'ladi, lekin hozir qiziqish kiritish shart emas. Mana masalan biz o'zimiz keng qamrovli target qilamiz, shiroki targeting, broad targeting deyiladi va qiziqishlarni kiritmaslik tavsiya qilinadi. Faqat kreativ o'zi bizda mana shu narsani hal qilib beradi. Misol uchun keyingi o'zgarishlar. Mana bu yerga tushadigan bo'lsak, bizda mana qaysi placementni topa olmaydi ko'pchilik. Ya'ni место размещения bor-ku, oldingi место размещения misol qaysi ekranlarda ko'rsatishni hal qilsa bo'ladi va uni ko'pchilik topa olmaydi. Mana bu funksiyani bosadigan bo'lsak, mana bu ko'k knopkani pastroqda mana deylik mana telefon yoki qaysi bir modelni tanlasak bo'ladi. Undan tashqari mana platformalar mana bu yerdan topsak bo'ladi. Ozgina deylik detalli kirish kerak bo'ladi-da. Undan tashqari mana placement control degan joyda o'sha biz oldingi место размещенияni biz topishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu joydan bizga asosiy kerakli joylarni ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Endi reklama bosqichiga o'tadigan bo'lsak, bizda mana bu funksiya bor. Mana bu funksiya agar yonib qoladigan bo'lsa, bu bizda e'tibor beradigan bo'lsak, bir qancha reklamalar seriyasi chiqadi. Misol uchun bitta reklama, ikkinchi reklama, uchinchi, to'rtinchi reklama chiqadi, to'g'rimi? Va mana shu yerda biz reklamamizni deylik chiqarib beradi agar mana shu funksiyani yonib qoldiradigan bo'lsak. Hop, undan keyingi misol uchun o'zgarishlar nima bo'lgan deydigan bo'lsak, hop, undan tashqari bizda nima bo'lgan hozir? Mana bu yerdan duplikat qilib ko'rsataman. Sun'iy intellekt o'zi videodan kelib chiqqan holatda rasm generatsiya qiladi. Misol uchun agar biz men hozir ko'rsataman. Bitta video tanlaydigan bo'lsak, o'sha videodan kelib chiqqan holatda sun'iy intellektning o'zi deylik rasm generatsiya qilib beradi va mana shu rasm orqali ham deylik qo'shish orqali natija uchun narxni tushirish mumkin bo'ladi deb misol uchun bizga tavsiya beradi. Ya'ni yaxshi rasm generatsiya qiladi. Agar masalan SMM dizayn ishlatadigan bo'lsak, oddiy rasm poster kreativ ishlatadigan bo'lsak, videoni o'rniga shunga moslab ham bizga bir qancha variantlarni taqdim etadi mana.
Misol uchun mana biz misol uchun shunaqa video bergandik, keyin e'tibor bering qanaqa videolar, rasmlar qilib berdi misol uchun. Dahshat rasmlar qilib beradi mana. Buni hammasi rasm, keyin mana bu yerda add qilib qo'shib ishlatadigan bo'lsak, bu o'sha deylik bizning reklamamiz bilan birga parallel ishlaydi. Xo'p, endi qaranglar. Bitta muhim joyi bor. Misol uchun biz mana bu videoni tanladik, to'g'rimi? Lekin bizda agar mana bu related media degani bu aloqador bo'lgan media kreativlar funksiyasi yonib qoladigan bo'lsa, bu bizni mana bu faqat deylik videolarni ham almashtirib mana bu yerdan ko'rsatadi. Uni o'chirib qo'yish uchun mana bu udarit knopkasini bossak yetadi. Agar mana bu yerda bir nechta videolar ko'rinadigan bo'lsa, o'sha funksiyani shaxsan o'zim o'chirib qo'yishni tavsiya qilaman. Asosiy reklama kabinetida mana shu o'zgarishlar bo'lgan, deylik unaqa qiyin, deylik o'zgarishlar o'zi yo'q va o'shaning uchun sinchkovlik, faqatgina ozgina sinchkovlik bilan mana shu joyga e'tibor berish talab qilinadi. Endi qanday qilib hozirgi natijalarni yaxshilash va sotuvlarni oshirish haqida bugungi asosiy mavzuyimizga chuqur eng muhim joyiga o'tamiz. Xo'p, endi hozirda ko'pchilikda muammo bo'lyapti, ya'ni deylik o'sha targetdan qanaqa qilib maksimal darajada samarali foydalanish, maksimal darajada yaxshiroq natija qilish haqida ko'pchilikda muammo bo'lyapti va mana shunga bugun hozirgi qismda javob olamiz. Endi birinchi navbatda targetdagi maqsadni konkret bilib oling. Ya'ni targetdan maqsad, asosiy maqsad nima? Sizga ko'proq lead yig'ish kerak bo'ladimi yoki bo'lmasam ko'proq deylik masalan SMSmi yoki ko'proq trafik xohlaysizmi? Aniq maqsad bo'lgandan keyin o'sha maqsad bo'yicha reklama kompaniyasini ishga tushirish kerak bo'ladi. Agarda mahsulotingiz qimmat bo'lsa, ya'ni sotuvchilar telefon qilib gaplashib keyin sotadigan bo'lsa, unda siz lead maqsadini tanlaysiz. Mana shu maqsad tanlashda ham ko'pchilikda muammo bor hozir. Endi agar sizga ko'proq qiziqish bildirish, ya'ni ko'proq aktivlik, misol uchun Instagram sahifangizda ko'proq aktivlik, ko'proq odamlar yozishi, ko'proq kommentariy bildirishni xohlasangiz, siz SMS maqsadini tanlasangiz bo'ladi. Endi 3-o'rinda agarda siz deylik Instagram sahifangizga ko'proq obunachilar kirishini, ko'proq misol uchun tashrif, ko'proq axbat bo'lishini xohlaydigan bo'lsangiz, trafik maqsadini tanlash tavsiya qilinadi. Ya'ni eng birinchi maqsad, asosiy qiladigan ishimiz bizda maqsadni to'g'ri tanlash hisoblanadi. Endi ikkinchisi, yetarli byudjet ishlatishingizga, ishlatganligingizga ishonch hosil qiling. Ya'ni ko'pchilikda e'tibor beradigan bo'lsangiz, reklama ishlamayapti deydi. Reklama qotib qoldi, yaxshi aylantirmayapti. Shaxsan o'zimda bu muammo deyarli uchramaydi. Nega? Chunki byudjet yaxshi optimizatsiya qilinadi. Byudjet misol uchun minimal, o'ta minimal byudjet bilan deylik sal qiyin bo'ladi natija qilish, ya'ni $3, $5 byudjet ajratib yaxshi natija bo'lmayapti degan tadbirkorlarni yoki mutaxassislarni ham juda ko'p ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi byudjet ajratishda nimalarga e'tibor berish kerak? Har bitta sotuv sizga qanchadan tushishini hisoblang va shundan kelib chiqqan holatda byudjet ajrating. Misol uchun har bitta sotuv sizga $100 dan tushadi, to есть $1 dan tushadi. 100 ta sotuv qilishingiz kerak emas, demak siz $100 dan $150 gacha byudjet ajratishingiz kerak bo'ladi. Endi o'ta minimal byudjet bilan natija qilish qiyin, ayniqsa maqsadingiz sotuv bo'ladigan bo'lsa, o'shaning uchun byudjetni taqsimotini to'g'ri olishingiz kerak bo'ladi. 3-o'rinda yetarli byudjet ko'proq deylik kreativlarni test qilishga sarflashingiz kerak bo'ladi va ko'proq sotuv bu qilishingizga yordam beradi. O'shaning uchun byudjetni optimizatsiyasi bu ham ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Bu narsaga e'tibor bering. Endi erta xulosa chiqarmang. Ya'ni boshida ham gaplashdik bu haqida. Reklamangiz kamida 5-7 kun aylansin. Ya'ni Facebookda reklama berganingizdan keyin deylik misol uchun reklamangiz optimal ishlashi uchun sizga 5-7 kundan keyin xulosa chiqarishingiz kerak bo'ladi. O'zi aslida mana sizdan misol uchun mijoz xarid qilish uchun kamida reklamangizni 5-7 marta ko'rish kerak bo'ladi. 5-7 marta. Ya'ni misol uchun bitta odam mijoz sizni reklamangizni 5-7 marta ko'rgandan keyin sizga ishonch paydo bo'ladi sizga nisbatan. Endi kerakli auditoriyani topgandan keyin o'zi stabil natija berish boshlaydi. Misol uchun mana 1 kun yaxshilamadi, 2 kun yaxshilamadi, 3-kun yaxshilamadi, 4-kun sekin-sekin, 5-kun yaxshi ishlab, 6-7-kunda zo'r natija berish boshlaydi. Faqatgina siz byudjetni o'zgartirasiz, kreativ o'zgartirib, sekin-sekin o'sha auditoriyaga moslashishga harakat qilasiz. Bu yog'ini o'zi algoritm o'zi deylik sizga qilib beradi. Va natijalarni, raqamlarni doimiy kuzatib borish kerak bo'ladi va kerak bo'lsa optimizatsiya qilish kerak bo'ladi. Bir haftada kreativlar almashtirish kerak bo'ladi. Ko'rasiz, ya'ni bir haftadan 10 kungacha misol uchun mana shu muddat davomida kreativlaringiz yaxshilasa, misol uchun CTRlar tushib ketmasa, hook rate'lar tushib ketmasa, kreativlarni qoldirasiz. Agar masalan shu ko'rsatkichlar o'zgaradigan bo'lsa, bularni deylik almashtirish, optimizatsiya qilish kerak bo'ladi va sabr va tahlil barqaror natijani kaliti. Ya'ni raqamlarda aniq xulosa qiling. Ya'ni masalan
5-7 kun o'tdimi, nima ishladi, nima ishlamaganligini raqamlarga qarab optimizatsiya qilish tavsiya qilinadi. Agar siz ham target natijalaringizni yana ham yaxshilash, targetni chuqur o'rganish orqali loyihalaringizni 3 karra, 5 karra natija qilish xohlasangiz, sizni Starter 1.0 deb nomlangan targeting strategik targeting kursimga taklif qilaman va bu kursda sizni oxirgi natija har bir loyihada 1000+ ishlash darajasiga olib chiqishga harakat qilamiz. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz yoki mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, bu kurs sizga mos keladi. Bu kursda 2026-yildagi eng so'nggi metodika asosida darslarimiz, dasturimiz tashkil qilingan va darslarimiz to'liq mana shu O'zbekiston hozirgi talabidan kelib chiqqan holatda, bozorga moslangan holatda dasturimiz tuzilgan. Mana shu kursni sizga tavsiya qilaman. Endi kursimiz 1,5 oy muddatda bo'ladi, ya'ni kursimiz 1,5 oyga mo'ljallangan onlayn formatda bo'ladi. Sizda darslarimizga dostуп 6 oydan 12 oygacha muddatda beriladi. Masalan, tariflar bor, 6 oydan 12 oygacha kursimizni misol uchun o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Endi kurs tartibi 1 martalik to'lov va 1 yil darslardan to'liq foydalanish. Hech qanday boshqa qo'shimcha to'lovlar bo'lmaydi. Endi kursimizda doimiy support savol-javoblar bo'ladi, Zoom orqali savol-javoblar bo'ladi, jonli efir voice chatlar bo'ladi, individualniy razborlar bo'ladi. Shaxsan o'zim bilan misol uchun loyiha olishda yordam bo'ladi. Bizda misol uchun guruhimiz bor. Umumiy community guruhimizda natijalarni, undan tashqari vakansiyalar bo'ladi. O'sha vakansiyalarga lidlar bilan, ya'ni loyihalar bilan ishlash, deylik, loyihalarni ham kontaktlarni tashlab boramiz. Agar kimga loyiha kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan olish mumkin bo'ladi. Endi kurs so'ngida sertifikat taqdim qilinadi, vakansiyalar guruhidan foydalanish va bonus bo'ladi. Shaxsan o'zim real кейslarimni, ya'ni real loyihalarimni qanday oldim, qanday qilib misol uchun natijaga olib chiqdim, necha pulga misol uchun yopdim, qanday qilib qimmat sotdim, qayerda misol uchun deylik sotuvlar oshdi, qanaqa strategiya ishladi yoki ishlamadi, varonkalar va hokazo mavzular haqida o'sha bonus modulimizda real keyslarimiz razborini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi modullarimiz haqida, ya'ni darslarimizni hozir to'liq saytimiz orqali sizga ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Umumiy modullarimiz bizda 13 ta modul, 30 ta dars. Ya'ni birinchi modulimiz kirish va mindset targeting haqidagi barcha tasavvurlaringizni shu deylik modulda ko'rib chiqamiz. Ikkinchi modulda Facebook texnik sozlamalari. Bu moduldan keyin sizda natijada hech qanday Facebookda texnik muammolar bo'lmaydi. Facebookni fundamental bilimini to'liq mana shu ikkinchi modulda o'rganib olasiz. Keyingisi 3-modul reklama asoslari, reklama maqsadlari, metrikalar, birinchi reklamani yoqish, ABO va CBO haqida biz gaplashib o'tamiz. Undan tashqari mana shu reklama asoslarida mana shu modulda bizda reklama kompaniyasi, ya'ni app promotion, ilovaga reklama yoqish bo'yicha ham bizda alohida darsligimiz bor. Qanday qilib ilovaga reklama yoqish kerak, uni texnik sozlamalari boshqa kurslarda yo'q. Mana shu modulimizda, ya'ni bizning kursimizda, mana shu starter kursda deylik ilovaga reklama yoqish bo'yicha darslarni, bilimlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Endi Andromeda auditoriyalar, yangi algoritm, top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel auditoriyalar bilan ishlash, retargeting haqida, varonkalar haqida to'liq 4-modulda o'rganib olasiz. Kreativ asoslari 5-modulda to'xtatib bo'lmas huklar qilish, ya'ni har xil huklar orqali kreativlarni yaxshilash va kreativ generatsiya qilish bo'yicha bu modulda to'liq ko'rib o'tamiz. 6-modul bizda copywriting asoslari, so'z bilan mijoz qalbiga kiring, ya'ni maksimal darajada sotuvchi misol uchun matnlar qilish va mana shu matnlar bilan ishlash bo'yicha copywriting modulimizda to'liq gaplashib o'tamiz. Bizda 7-modul reklama analizi, ya'ni reklamalarni optimizatsiya qilish, misol uchun budjetni oshirish va hokazo chuqur bilimlarni mana shu reklama analizimizda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 8-modulda bizda blok va xavfsizlik, ya'ni blokka tushmaslik uchun to'liq bitta modul mana shu 8-modulda joylashtirilgan. 9-si strategiya tuzish, ya'ni strategiya qanday qilib target strategiya qilish, uni misol uchun mijozga ko'rsatish, mijozga strategiyani taqdim qilish va mana shu strategiya asosida ishlashni ushbu modulda ko'rib o'tamiz. Endi 13-modul yordamchi instrumentlar. Sun'iy intellekt bilan 10 karra samaradorlik. Misol uchun bizda CRM bor, undan keyin Chatplace bor, chatbotlar bor, undan tashqari bir qancha sun'iy intellekt tizimlari bor. Kerakli texnik deylik yordamchi instrumentlarni mana shu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 11-modul mijoz topish va xizmatni sotish, ya'ni mijoz topishni bir necha usullarini mana shu 11-modulda ko'rib o'tamiz. Mijoz topish bo'yicha bizda alohida modul bor va xizmatimizni qimmatroq sotish bo'yicha ham mana shu modulda ko'rib gaplashib o'tamiz. Sun'iy intellekt moduli biz xudo xohlasa mana sun'iy intellekt modulini mana shu oyda qo'shamiz, ya'ni siz kursga qo'shilganingizcha mana shu modullar ham qo'shilgan bo'ladi va bu sun'iy intellekt
modulida biz qanday qilib sotuvchi saytlar umuman o'zi sun'iy intellektdan qanday foydalanish kerak, butun boshli hozir deylik ba'zi sun'iy intellekt kurslari sotilayotgan bir vaqtda siz mana shu ham sun'iy intellekt modulini как bonus sifatida mana shu kursda olishingiz mumkin bo'ladi. Sotuvchi saytlar qilish, sun'iy intellekt misol uchun Cloud'da yoki undan tashqari Gemini'da, undan tashqari bir qancha deylik kreativlarni generatsiya qiladigan sun'iy intellektlarni mana shu modulimizda xudo xohlasa o'rganib olasiz. Va real case'lar razborlarini mana shu bonus modulda ko'rib o'tasiz. Undan tashqari endi mana bu yerda qolib ketgan bizda sotuvchi saytlar bilan ishlash bo'yicha alohida darslik bonus moduli bor. Bu ham bizni deylik mana shu platformamizga, kursimizga qo'shilgan bu ham bonus modul va mana shu deylik bonusni ham deylik darsni ham mana shu kursimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi kursimiz mana bu Menta deb nomlangan platformada tayyor 100% ishchi holatda, tayyor holatda mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Darslar hammasi mana shu deylik platformaga joylangan. Siz uni xohlasangiz telefondan, xohlasangiz kompyuterdan, xohlagan joydan, xohlagan vaqtda ko'rishingiz mumkin bo'ladi va mana undan tashqari uni uyga vazifalari bo'ladi har bitta darsdan keyin. Endi mana bu ba'zi darslarda boshida misol uchun kirish darslarida yo'q, lekin ikkinchi mana darsdan boshlab test bo'ladi. Undan tashqari o'zini amaliy vazifalari bo'ladi. Darslarni shunchaki kino ko'rgandek ko'rib o'tib ketmaysiz. Darslarni ko'rgandan keyin uni amaliy vazifalarni bajarib, uni mustahkamlab, keyingi darsga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Siz agar kursga qo'shiladigan bo'lsangiz, to'liq mana shu modullarga hammasiga dostуп. Oldindan ro'yxatdan o'tganlar har doim deylik o'sha deylik nima bonuslarga, imtiyozlarga ega bo'ladi. Ya'ni agar siz oldindan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, arzon narxda kursga qo'shilasiz, maxsus bonuslar bo'ladi, undan tashqari joiz band qilib qo'ygan bo'lasiz. Agarda mana shu dastur sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shu dastur sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ushbu saytimiz bor, o'sha saytimizga o'tasiz. Deylik video izoh ostida shu orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga menejerlarimiz aloqaga chiqadi yoki o'zim aloqaga chiqaman, kurs haqida yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'taman. Bundan tashqari mana shu darsni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, mana shu video izoh ostida Facebook admin profili bor. Telegramdan bonus deb yozadigan bo'lsangiz, dars oxirigacha ko'rganligingiz uchun sizga bonus videoni, boya deylik dars boshida aytilgan bonusni taqdim qilamiz. Endi oldindan ro'yxatdan o'tganlarga sirli bonus bor, qiymati o'ta yuqori bo'lgan. Bu narsani ro'yxatdan o'tgandan keyingina sizga birga-bir konsultatsiyada deylik eslatib, qanaqa bonuslar borligini, qanaqa qiymat borligini ko'rsatib o'tamiz. Darsimiz mana shu yerda yakunlanadi. Agar siz mana shu kursga qo'shiladigan bo'lsangiz, ushbu izoh ostidagi, video izoh ostidagi sayt orqali ro'yxatdan o'ting va sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha.